Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan tasdiqlangan To'g'ri televiziyasining bugungi naq maydon suhbat programmasiga xush keldingiz aziz qarindoshlar. Men Farad Yurunqashulman. Oldindan hammangizdan yurakdan salomlayman. Shu vaqtinglar xayrli bo'lsin. Janob Alloh hammanglarni salomat qilsin aziz qarindoshlar. Aziz qarindoshlar, Dunyo Uyg'ur qurultiyi To'g'ri televiziyasi tasdiqlangandan buyon dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan, muajirat yashayotgan köplagan qarindoshlardan intayin qimmatli taklif fikir va tanqidlarni topshirib oldik aziz qarindoshlar. Biz inshaalloh biz Dunyo Uyg'ur qurultiyininki To'g'ri televiziyasi shundaqla Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan boshqarilgan butun axborot vositalari xalqimizning sadosi, yurak sirdisi hammanglarniki o'rtaq mol mulki aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz qarindoshlarimizninki bizga bergan takliflariga, tanqidlariga, samimiy tanqidlarga albatta astoydil muomala qilamiz ve yetişsizliklerimizni o'zgartirishimiz ve bundan keyin Dunyo Uyg'ur qurultiyining To'g'ri televiziyasini hammalar yoqtiradigan, texnik muntazam, sistemli bir haqiqiy kasbiy axborot organiga aylantirish aziz qarindoshlar. Biz hozirgacha uzun bo'lmadi biz naq maydon programmasini yo'l qo'yg'ili. Biz kelajak yili 2019-yildan boshlab ba'zi yangi sistem bo'yicha biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi To'g'ri televiziyasini yangi sistem bilan boshqarmoqchimiz. Yangi programmalarni boshlaymiz. Xudoyim bilsa 2019-yil 1-oydan boshlab aziz qarindoshlar. Bundan keyin bu yerdan sizlarga uqtirib qo'yay. Har hafta sizlar Dunyo Uyg'ur qurultiyininki To'g'ri televiziyasi orqali, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook sahifasi orqali haftalik xabarlar programmasini ko'ra olasizlar va bir hafta ichida bo'lgan xalqaro Sharq Turkistonga munosabat, Uyg'urlarga munosabat yangi usullarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi To'g'ri televiziyasininki haftalik xabarlar programmasidan olasizlar, ko'ra olasizlar aziz qarindoshlar. Xo'sh aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimizningki asosiy mazmuni guvohlik, jazo lagerlari masalasida guvohlik berishninki usuli va shartlari degan tema asosida bo'ldi aziz qarindoshlar. Masalan bu Sharq Turkistonda jazo lagerlari masalasi turib chiqqandan keyin chet ellarda muajirat yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimiz, minglagan qarindoshlarimiz fidokorlik bilan, jasurlik bilan, botirlik bilan, mardonlik bilan turib chiqib o'zininki mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda tasdiqlagan jazo lagerlarida turilayotgan va yoki turmalarda tutib turilayotgan ota-onasi, o'g'illari, do'st, yoralari, tunish bilishleri haqida bu yerda guvohlikdan her günde degidek yüzlerce qarindoshlarimiz bu jazo lagerlari masalasida guvohlik beryapti. Bas-basda butun dunyo miqyosida bir kampaniya va hozir. Ammo bu yerda hozirgacha bu hamda bu jazo lagerlari masalasida guvohlik berishning asosiy maqsad bu yerda BDT'ga, Yevropa parlamentiga, Amerika kongressiga, xalqaro huquq tashkilotlariga va har qaysi davlatlarning, demokratik davlatlarningki hukumat parlamentlarga Uyg'ur xalqininki hozirgi vaziyatini dalil isbotlab materiallar bilan ta'minlash bu bizning maqsadimiz va bu orqali bu davlatlarning BDT'ning, Yevropa birligininki Xitoyga kuchlik shu jazo lagerlari masalasida kuchlik bir kesim shakllantirishini qo'lga keltirish bu asosiy maqsadimizda. Afsuski aziz qarindoshlar, shu guvohlik jazo lagerlari masalasida guvohlik o'tish masalasida usulubida bo'lsin, mayli shartlarda bo'lsin yoki tartibida bo'lsin biroz alayimqanchilik haqiqatan mavjud. Masalan biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan bu kompaniyani boshlagan jazo lagerlari masalasi qandikilla jazo lagerlari maxsus shohidlarni, guvohlarni to'plash, arxivini turg'izish, sistemli xalqaro o'lchamga mos holda bu arxivlashtirish xizmetini başlagan, ama onundan başka tashkilotlarning o'z oldiga qilayotganlar va siyosiy faoliyatchilarning o'z oldiga qilayotganlar va shaxslar hech bir siyosiy tashkilot va yoki siyosiy faoliyat bilan aloqalashmaylar o'z oldiga chiqib turli ijtimoiy tadqiqotlarda guvohlikdan o'tish ahvollarim bor endi. Ko'pinchisi bu bir liniya ichida ma'muriyatda bu ishlar aziz qarindoshlar. Shuning uchun biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lish sifatimiz bilan yana xalqaro siyosiy sallarda Uyg'ur xalqiga vakillik qilayotgan yüksek vakillik bir oliy organ bo'lish bilan bu masalani biz boshdan oxiri sistemli bir şekilde
dalliq bir şekilde yapmadık ve Dünya Uyghur Kurultayı İcra Komisyonunki Mao Reisi Samet Abla Efendim'le muşu guvalıkın ütüş hizmetine de koordinasyonunu özüra hemkarlığını saklaş dünya boyunca bunu hizmetke mesul kıldık. Üzüm bu cihetten ait ilmi ve sistemlik tekşiriş ve tatkik hep bir vatkan bir kardeşimiz şundakla biz yana bu ceza lagerlarda tutulayotganlarninki arxivini turg'izish masalasini vazifasini Dünya Uyghur Kurultayı tarkibidagi Norvegiya Uyg'ur komitetiga topshirgan va Norvegiya Uyg'ur komiteti bu xizmatni nihoyatda sistemli muntazam bir shaklda olib beryapti aziz qarindoshlar. Bu jihatda sizlarni atrofli ma'lumotga va tushunchaga va bir ilmiy bir bilimga ega qilish uchun biz Dünya Uyghur Kurultayıning bu ishga mas'ul, ya'ni ceza lagerlari masalasida guvohlikni o'tish xizmatiga mas'ul xodimi Samet Abla Efendimni bugun stansimizga taklif qildik. Uni hurmatli Samet Abla Efendim hozir ekran oldida. Aziz qarindoshlar, hurmatli Samet Efendim, atayta vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun sizga alayda rahmatimni bildiraman. Sizga rahmat. Samet Efendim, men bayımı qisqacha bir eskartib o'tdim endi. Siz Dünya Uyghur Kurultayı hamda aziz qarindoshlar Samet Abla Efendim tanıysizlar, ko'pincha shunda bo'lsin qisqacha biz izolab o'tay. Samet Abla Efendim şu Norvegiya Uyg'ur komitetining qurg'uvchisi va Sharq Turkiston Yulduzli bayrog'ini eng burun tuzilgan va aşadet tashkilotning qurilishiga asos solgan, uning qurg'uvchisi bo'lgan bizningki munavvar siyosiy faoliyatchilarimizdan biri va o'zimi burun Dünya Uyghur Kurultayı raislik o'tgan bir mezgil ve hozir Dünya Uyghur Kurultayı'nınki icra komisyonu reisi bu hizmetini kılıvatıda aziz qarindoshlar. Bunu mu bir yerde kısaca biraz ettim. Öte. O Samet Abla Efendi, ben de bu siz bu Dünya Uyghur Kurultayı vakıldan bu hizmetki mesul sizlerinki Norvegiya Uyghur Komiteti bu hizmetini işlep kılıvatıda lazım. Sizce, ben biraz eskert öttüm hem de bu cihet saklamatkan mesele asas mesele değil mi sizce? Bu guvalık veriş meselesi de. Aldı bilen men müşahede ekran aldı tuttağan barlık Şarkı Türkistanlık vatandaşlar, yurttaşlarga özem namıdın, Norvegiya Uyghur Komiteti namıdın şuningdek şu Norvegiya yaşayotgan barlık Uyghur vatandaşlarımızın namıdın salam yollayman. Ve bugün şu ekran aldıda meni şu naq meydan söhbetiga taklif qilib, şu fursatda yurttaşlar bilen bir fikren ortaklaşış fırsatı berganinglar uchun sizga ham şu Dünya Uyghur Kurultayı to'g'ri televiziyasiga ham rahmat aytaman. Sizga ko'p rahmat. Men aldı bilen şu guvohlik berish masalasi, guvohlikni o'tish, jazo lageri masalasi, guvohlikni o'tish masalasini so'zlashdan burun men avval şu Norvegiyadagi Norvegiya Uyg'ur Komiteti ve Norvegiyadagi şu tashkilotninki ep bağlan hizmetleri kısaca. Yani bu şu yakından beri ötken bu yıldan başlap ep beriyotgan şu namsız mahbuslar hizmet hakkında ben kısa bir ma'lumot berib o'tay, andan keyin keyingi temaga yetkilay. Bo'ldi, marhamat. Endi Norvegiyani belki ko'pincha bilen biladi vatandaşlar. Norvegiya Yevropa, Shimoliy Yevropadagi Skandinaviya yarim orolininki g'arbiy qismiga joylashgan bir davlat. Endi bu davlatninki nufusi ancha jiq emas, 5 milliondan ozroqli ko'p. Endi bu davlatga Uyg'urlar qanday bo'lib kelib qoldi deganda, tunji qatim kelgan Uyg'urlar 1998-yili şu BDT ko'chmanlar mahkamasi orqali bir necha Uyg'ur kelgan ekan. Shuningdan keyin bu davlatga Uyg'urlar 1dan 2dan 10dan 20dan kelishga boshlagan. Endi Norvegiyaning o'zi ko'pinchamiz bilamiz bu nihoyatda paravallik davlati, yuksak paravallik, sotsial paravallik sistemasi yo'l qo'ygan. Bu davlatninki ondan boshqa endi bu davlatninki gerçi o'zi kichik bo'lsa-mu, ammo shu dunyo miqyosida tinchlik uchun, insonparvarlik yordamlari uchun, andan keyin boshqa shu ko'chmanlar qurilish uchun ajratgan pulimi nihoyatda jiq, xili cho'ng davlatlardan eshib ketadi.
Hamda şuna Uyg'urlarmi hamda shu davlatga kelib yerlashgandan tortib hozirgacha Uyg'urlarmi bu davlatninki shu ko'chmanlar qilgan bahrimanliklari, anandan keyin shu boshqa jihatlardagi afzalliklardan nihoyat yaxshi foydalanib keldi. Nechilik Uyg'ur hozir Norvegiyada Hozir masalan? Norvegiyada hamda meningki taxmin qilishimcha buni 100% aniq sonni deyish qiyin. Taxminan bir 2000 dan 2500 gacha araliqda cho'ng kichik bo'lib, ashunchalik Uyg'ur bor. Yevropa davlatlarning ichida Uyg'urlarning soni eng ko'p davlatlarning birisi hamda. Shu kelgan vaqtininki, garchi Uyg'urlarning kelish tarixininki ancha uzun bo'lmasimi, hamda shu Uyg'urlarninki soni hozir Yevropada son bir qadar ko'p hamda. Bundaq bo'lishmi, shu Norvegiyaninki shu ko'chmanlarga qaratgan afzal sharoitlari bo'lib Uyg'urlarni hozirgacha hamda kelgan Uyg'urni, vatandan kelgan Uyg'urlarni birisini qaytirib boqqanini bilmaymiz, qaytarmaydi. Jihatimi nihoyat yaxshi. Qabul ulash nisbati siyosiy panohlik tilash talabining qabul ulash nisbati. Siyosiy panohlik tilash nisbati ham ish qilib Dublin kelishimiga boshqa davlatlar turib, yerlarda panohlik imzolab, barmoq iz berib, madaq kelmaganlar bo'lsa, Norvegiyaninki viz bilan Norvegiyaga bevosita kelgan bo'lsa, uniki panohlikka erishish vatandan kelganlarniki 100% desak bo'ladi. Bu jihatdan nihoyat yaxshi. Hamda bundaq bo'lishimi Norvegiyaninki onun boshqa hammiz bilamiz Norvegiyada dunyoga mashhur bo'lgan nopozliq Nobel tinchlik mukofoti shu yerda taqdirladi. Hozirgacha bo'lganlikda shu Xitoy munosabatli kishilardan birinchi bo'lib Dalay Lama 89-yilda, anandan keyin 2010-yilda Liu Xiaobo Xitoyning bir faoliyatchisi Nobel tinchlik mukofotiga erishgan. Anandan boshqa Uyg'urlarninki Norvegiyada Uyg'urlarninki masalasiniki Uyg'ur da'vosiniki tu'nishiga kelsak, buni hamda biroz orqaga tarixni bir kichkina eslatishga to'g'ri keladi. Ya'ni Norvegiyada 2003-yili, ya'ni bundan taxminan to'g'ri 15 yil burun Norvegiya Uyg'ur komiteti Bergen shahrida qurilgan hamda. Uyg'urlarga oid oz shunda bo'lsa hamda shu vaqtida Uyg'urlarni Norvegiyada bilmaydi ekan, na hukumat, na xalq aslında bilmaydi ekan. Yana birisi Uyg'urlarni kundan kun ko'payishga boshladik. Shuning bilan bir Uyg'ur o'zimizning bir tashkillanib uyushayli. Birisi shu Norvegiya hukumatiga, xalqlarga Uyg'urninki kimligini, Uyg'urlarninki bugungi tortayotgan dard alamlarini anglatayli bildirayli degan maqsadda. Yana birisi shu Norvegiyaga kelgan Uyg'ur jamoatini bir uyushtirib, ularni o'zimizninki shu milliy urf-odati, o'zimizninki ona tili, anandan keyin shu bir jamoat bo'lib shakllanishini, shu orqali o'zimizning bu shahardagi mavjudligini qo'g'dash va davom etkazish maqsadida 2003-yili qurilgan bu tashkilot. Shundan tortib hozir 15 yil bo'ldi. Uzmay davom qilib xizmatini davom qilib keldi. Shu jarayonda shu nurg'un xizmatlar ishlandi Norvegiya xalqiga, Norvegiya hukumatlariga, har qaysi kishilik tashkilotlarga shu Uyg'urlarning kimligini, Uyg'urlarningki Sharq Turkiston tortayotgan azap uqubatlarini, zulmlarni anglatish jihatda. Undan boshqa hamda yana bir muhim bir omil bor, bu yerda Raftu fondi jamiyati deydigan bir jamiyat bor Bergen shahrida. Bu jamiyat 2004-yilda Rabia Qadirxonovga Raftu kishilik huquq mukofotini bergan. Shuningdan keyin bu mukofotning va shuningdan keyin shu tashkilotning Uyg'ur masalasiga yaqindan ko'ngil bo'lishimi, Norvegiyada Uyg'ur masalasiningki tunilishi ve onunki bugün kadar kelişige nihoyat cho'ng ijobiy bir rol o'ynadi. Xo'sh, Samet efendim, Norvegiya Uyg'ur komitetininki albatta sizlarni aytdim shu Yevropa Uyg'ur tashkilotining ichida qurultay qanbig'idagi eng aktiv jangovar, nihoyat jonliq faoliyat olib borayotgan tashkilotlarning biri. Albatta sizlarning Norvegiya Uyg'ur faoliyatlari, Norvegiyadagi Uyg'urlarniki turmush, xizmat, o'qish, boshqa jihatlardan albatta siz Bayı deb o'tgandek, masalan, nurg'un qarindoshlarimiz guvohlik berish masalasiga kelgan vaqtida bizga nihoyat ko'p savollarni so'raydi bizdan. Shu guvohlik berishda hozir masalan haqiqiy o'lcham qanday qildi, usul qanday qildi, hozir ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'larda, WhatsApp'larda va yoki Facebook'da bizningki o'z oldimizga guvohlik berganimizningki buningki bir ahamiyati bormi, yo'qmi? Qaysi shaklda guvohlik bersak bu texnik unumli bo'ladi. Davayımızı paylı kıldı deydiği her xil so'rlar var. Siz bayım ben şu so'lni so'rgansiz.
Siz bu xizmatni sistemli olib borayotgan, bu vaqtda izlanayotgan, tadqiq qilayotgan xalqaro o'lchamga, Yevropaning o'lchamlariga masalda izlanish olib borayotgan biz. Sizcha saqlanayotgan masalalar nima endi bu, masalan, shu guvohlik berish hozir? Endi bu guvohlik berish masalasi bu haqiqatan muhim. Çünkü vatanda hozir 2 milyon, belki 3 milyondan ortiq inson Uyg'ur qarindoshlarimiz jazo lagerlarida, turmalarda. Endi bularninki bular haqida bularninki faqat soni biz ancha milyon Uyg'ur jazo lagerida desakla buning o'zi yetmaydi. Buni biz amaliy faktlar bilan o'tirib qo'yishimiz kerak. O kishi kim, masalan, shuni biz biladigan, aniqlig'i bo'ladigan imkoniyatlar doirasida buni biz aniqlab, ochiqlab, ularning ism familiyasi, ularninki qaysi yurtdan, qancha yosh, ayolligi, anandikin bularninki qachon tutib ketilganligi, qayerda ekanligi bo'lsa, mushu vaqtga ashunda qancha ko'p bo'lsa, qancha inishki tafsili bo'lsa, shuncha yaxshi shunda uchurlarni to'plashimiz kerak. Endi mushu jazo lagerlari masalasi ko'tarilgandan keyin ham bu jazo lagerlarininki jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarninki ularninki arxivini turg'izish, ularninki sonini ularni aniqlab chiqish yuzidan hamda shu vazifani Norvegiya Uyg'ur komitetiga, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Norvegiya Uyg'ur komitetiga topshirgan bu vazifani atiyazda. Shundan boshlab hamda nomsiz mahbuslar degan nomda shu nom bilan bu vazifa, bu ish qilinib keldi. Hozircha bo'lganlikda 3500 dan ortiq jazo lagerlariga turmalar qamalgan shu oxirgi 2 yilning ichida jazo lagerlar turmalarga qamalgan qarindoshlarimizninki ismi ro'yxati o'xshamagan darajada bunaqa turg'izildi. Endi shuning bilan bir vaqtda siz aytib o'tgandekidek butun shu Uyg'ur chet ellarda yashayotgan Uyg'ur jamoat orasida vatandagi zulmninki haddidan ziyoda kuchayib ketishi, butkul millatninki bir yo'qolish xavfiga, yo'qolishdan iborat bir Xitoy fashist hokimiyatiningki bir irqiy milliy qirg'inchilikqa duch kelgan shunday bir vaziyatda qanday qilib millatni mushu zulmdan, mushu xatardan qutuldirib qolish uchun hamma Uyg'ur boshqa turishga boshladi, qo'lidan kelishicha bir izlanishga, bir ishlarni qilishni o'yladi. Endi shu guvohlik berish, shaxslarning guvohlik berishi hamda shu jihatdagi bir urinish, shu bir izlanishninki bir fojiasi albatta buning ifodasi. Menimcha bu guvohlik berish yaxshi ish. Guvohlik berish buningki unumi, buningki bu cho'qim yaxshi bo'ladi. Çünkü guvohlik berganimizning o'zi shu shohid bo'lganimizning o'zi demak shu kishi bizningki ota onamiz yoki inilarimiz, hadi singillarimiz yoki do'st birodarlarimiz yoki biz tunigan bilgan shu qarindoshlarimiz haqiqatan shu turmada yoki jazo lagerda ular ashadi so'loqda deganninki bir isboti. Endi bundan ortiq yana boshqa isbot bo'lmaydi bugungi hozirgi sharoitda. Vatanga bevosita kirib aniqlash axborotlarni olish shunchalik qiyin bo'layotgan sharoitda shu xil shakldagi guvohlikning o'zi nihoyat muhim bir paket. Shuning uchun hamda buni muayyanlashtirishimiz kerak. Buning ahamiyati nihoyat zo'r. Hamda hozircha bo'lganlikda ko'plagan qarindoshlarimiz har qaysi davlatlarda o'zi shaxsiy va yoki ba'zi guruh shaklda ba'zi ma'lum bir shaxslarniki faoliyatchilarimizningki tashabbuskorlik bilan uyushtirishi, tashkillashi bilan shunday guvohliklarni berib keldi. Ammo bu guvohlikninki men buning hammasini albatta anglab buni ulguramadim. Chunki bu jiq vaqt ketadi hamma guvohlikni anglashga, ammo ba'zi anglaganlarim bor. Ba'zilarini hamda bo'lmagan mushaqdagi guvohlik haqidagi bo'lmagan talash tortishlar, munozirlar bo'ldi. Bu vaqtda inkoslar tushdi. Shuningdan o'zimninki his qilganlarim bor. Hamda buning ichida demak har xil bu guvohlik har xil shaklda berildi. Hamda buningki hamda masalan sufti deyish to'g'ri kelsa, uningki guvohlik berishning sufti, uning chinlik darajasi va uning usuli, metodlari har xil shaklda bo'lib keldi. Har xil shaklda bo'lib keldi. Sizcha eng to'g'ri shakl qaysi shu guvohlik berishda to'g'ri usul? Menimcha bo'lgan vaqtida, menimcha bo'lsa, hamda buni bir amal bor, bir tashkillik shaklda. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi
Dünya Qurultayı bir təşkillese mesela şularını guvalıq berdiganlarını bilse, ular ma'lum jihatlardan yetakchilik qilsa, matbuot jihatda buningga ba'zi qulayliklarni yaratib berish imkoniyati bo'ladi. Undan boshqa yolg'iz Dunyo Qurultayı emas. Masalan, Turkiyadami bir qancha tashkilotlarimiz bor. Buning uchun masalan eng aktiv xizmat qilayotgan Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyati masalan bularmi Turkiyada guvalıq eng ko'p berildi, Uyg'urlar shu yerda ko'p bo'lganligi uchun qarindoshlarimiz. Bu yerdagi Turkiyadagi qarindoshlarimiz shu Ma'rif hamkorlik jamiyati bilan bular bilanmi aloqalashsa, ulardan ba'zi jihatlarda masalan guvalıq berish masalasida buni qandoq berish, buni o'zi guvalıq bergandan boshqa yana buni matbuotlarga, xalqaro matbuotlarga qandoq yetkazish mushu masalalarda anadaki yana başqa tillardimi uni ko'paytirib, başqa tillardimi chiqarish haqida ulardan bir masala taklif olsa, ularning yordamiga erishsa, bu chog'da bu yaxshi bo'ladi. Masalan, shu Istiqlol televiziyasi. Sharq Turkiston Ma'rif hamkorlik jamiyatiningki boshqurishidagi Istiqlol televiziyasida bir qancha guvohliklar berildi. Masalan, buningki ta'siri nihoyat alohida zo'rda. Chunki bu tayyorlik bilan oldin ko'rishilib, o'ylashilib, bunda berilganligi uchun buningki ta'siri o'zimizning ishida bo'lsin, anandakin boshqa chet el matbuotlari bo'lsin, buningki ta'siri yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Aslında bizim şu Dünya Qurultayı velosipedimizden bu yıl 4-27 günü bu Avrupa İttifakı'nın aldığı 5000 kişilik namayış tuttuk. Ceza lagerlere karşı hem. Şu vakti uyuşturucu namayıştan burun, birkaç ay burun bizim şu məxsus ceza lagerlere Uygurlar için arxip turğuzuş, bir arxip ambırı kurğanı baydap ötkendek Uygur Komiteti olğan, hazır hiç bunu ama dastlabda biroz har xil sabablardan. Masalan, buningga qaşanlik qilgan insonlar bor. Xitoyning ba'zi odamlari bor, vositalik yoki bevosita holda Uyg'urlarga ta'did silib, agar sen ba'zi narsani oshkorlasang, unda qilamiz, bunda qilamiz deb ta'did solgan ahvollarmi bo'ldi. Ba'zilar ishkilinib qoldi. Ba'zilar yana Xitoydan umidini uzamaganlar va agar sharoit yaxshilanib, yana chegaralar ochilib bo'lib qolsa, keyin vatanga berib qolsam, ziyon tatib qolmay deb sukut qilib, o'zining urug' tuqqanlari ota-onasi jazo lagerlarida bo'lsa, sukut qilib, jim turib olganlarmi bo'ldi dastlabda. Shuning uchun biz Yevropa ittifoqiga yo'llagan vaqtida biz asl tasavvurimizda eng az 3-4 ming odamlikni yo'llaydi degan, ammo bo'lmadi, mingga yetmadi. Bundan keyin bizga bergan guvohliklarning ko'pinchasida o'lchamga to'shmaydi, siz baydab o'tdingiz, nihoyat yaxshi. Masalan, jazo lageriga kirib ketgan vaqti, o'rni akirib ketgan odamninki yeshi, ism, familiyasi, mumkin bo'lsa tug'ilgan yil, oy, kuni va kazalarda endi. Bu endi ishonchli bir arxiv bo'ladi endi. Asli bu yerda bu jazo lagerlari arxiv ombirini turg'izish masalasi bu milliy bir masala endi. Buni hargiz palon tashkilotning qurultayiniki va yoki piston tashkilotining demasligimiz kerakdi. Afsuski, ashuna deguchilar bo'ldi. Buni demasligimiz kerakdi. Buni millatning umumiy bir ishi sifatida tutib buni. Masalan, bizning hozir Dunyo Qurultayıning arxiv ombirida siz dedingiz 3000 dan ishib ketdi, hozir 4000 ga yaqinlashib qoldi. Bizdan har qanday bir tashkilot, har qanday bir siyosiy faoliyatchi bilan shu arxivga ehtiyojim bor desa, hech ikkilanmay daral beramiz biz. Chunki bir xalqaro tashkilotga ya o'z turayotgan davlatga, parlamentga, hukumatga anglatsa, bu umum da'vo uchun foydali, ayatga jazo lagerlarining taqlishdimi Xitoyga kuchli bir besim shakllantirish uchun foydali narsa. Shunga xalqimiz qarindoshlar, buni tashkilotlarimiz bo'lsin, siyosiy faoliyatchilarimiz bo'lsin, mayli shaxslar bo'lsin, da'vo ko'ngil bo'layotgan, buni qandaqdir bir tashkilotning ishi va yoki amatning ishi, samatning ishi emas, bu millatning ishi, umumiy millatning taqdiriga munosabatli ish. Bir arxiv ombir qurilsa, buni hammasini bir yerga markazlashtirsak, buni xohlagan tashkilotlar ilib buni ishlatsak, buni deydigan bir qarash, bir keng qo'saq, bir nimada bo'lib polsiyada bo'lishimiz kerak deb o'ylaymiz, Samat efendim, bu masalada. Bu yerda yana birisi bu ikki masala borda. Bu biri bu yerdagi nomsiz mahbuslarningki ishi. Ya'ni Nuriga Uyg'ur komiteti ustiga ishlayotgan nomsiz mahbuslarning ishi. Buningda umuman shu vatanda qo'llanilgan, lagerlarga sulangan, tutib ketilgan yo g'oyib bo'lgan. Ashundaq Uyg'urlarningki arxivi.
bu turg'iziladi. Buningki hammasi guvohlik shaklda undaq qilinmaydi, undaq qilinib bo'lmaydi. Bu bir masala. Buni demak mayli u o'zimizning bevosita urug' tuqqanlari, do'st birodar biz biladigan kishilar bo'lsin yoki biz boshqalar orqali bosh tunish bilishimiz orqali qilgan bo'lsin, bilgan bo'laylik. Umuman shu vatanda so'langan, tutilib ketilgan, g'oyib bo'lgan shundaq Uyg'urlarningki kishilarningki tizimligini mayli qandoqli qilib yo'l bilan bo'lmasin, shuni bilsak, bilishga tirishib, buni egallasak, buni shu tizimlikning ichiga kirgizamiz endi. Bu nihoyatda muhim, bu bir nihoyatda cho'ng bir uchur ombir bo'ladi. Buni biz har qanday vaqtida mayli dunyo qurultiyi siz deb o'tgandek, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, mayli boshqa xalqaro tashkilotlar va boshqa organlar, davlatlar bo'lsin, ularningki jazo lagerlari, anadagi shu hozir tortayotgan zulm, azob oqibatlariga oid har qanday vaqtida shu vaqtdagi bir uchur ma'lumotlarga, faktga ehtiyoj tushsa, albatta undan foydalana oladi. Bu nihoyatda muhim, cho'ng bir xizmat bo'ladi. Endi yana bir masala, bevosita chiqib o'zininki ota-onasi, urug' tuqqanlari, do'st birodarlari, anadagi yaqin yo'riqlari haqida ularningki turmalarga, jazo lagerlariga so'langanligi, g'oyib bo'lganligi haqida guvohlik berish, buni jonliq so'zlash. Baya başta aytib o'tishni unutibman. Albatta bularning hozirgacha mayli qaysi shaklda bo'lsin, mayli tashkilotlar bilan aloqalashib, tashkilotlarning televiziyasida bo'lsin, mayli o'zaldiq shaxsiy bo'lsin, mayli ma'lum shu aktivlarimizning, faoliyatchilarimizning uyushtirishi bilan baliq berganlar bo'lsin, bularning hammasining qilgan xizmatiga biz albatta nihoyat yuqori baho beramiz. Ularga biz obrin aytamiz. Rahmat etamiz ularning g'ayrati, shijoatiga. Buningda gap yo'q. Ham hozirgacha bo'lgan bularningki mayli qaysi xil shaklda bergan bo'lsin, buning o'zini ham albatta muayyanlashtiramiz. Ham bo'layotgan gap hozir buni biroz qiliplashtirib, sistemlashtirib, buni texmi sifatli, texmi yaxshi, ishonchlik anadagi bir shaklga keltirishda, shunda bo'lgan vaqtida bu guvohlikninki bergan guvohlikning unumi, uningki ta'siri texmi yaxshi bo'ladi degan maqsadda shuni deyapmiz. Endi bu yerda nihoyatda muhim, boya so'ragansiz, buni men hozirroq deb o'tib ketdim. Bu yerda guvohlikda intayin muhim bo'ladigan bir masala deyishga tegishli, ham bilishga tegishli guvohlik bergan vaqtida va shularningki haqida material to'plagan vaqtida birisi ism, familiyasi, ayyolligi, yeshi, bo'lsa albatta tug'ilgan vaqti, oy, yil, kunligicha. Anandan keyin mumkin bo'lsa surati, tug'ilgan yurti, qanday xizmat qilgan, o'quvchi bo'lsa qayerda o'qigan, anandan keyin qayerda, qachon tutilib ketgan yoki g'oyib bo'lib ketgan degandek mana shunda qanaqa inishga tafsilotli, ya'ni shu kishi haqida bilishga tegishli yoki bilgil bo'ladigan ma'lumotlar qanchadan qancha ko'p bo'lsa, shuncha yaxshi, shuncha ishonchlik va shuncha kuchlik guvohlik bo'ladi. Masalan, bu albatta bu bergan guvohlikning sizni aytib yaxshi sharhlab o'tdingiz. Har xil shaklda berilgan guvohliklarniki buning nihoyatda zo'r bir unum bo'ldi. O'ylab baqing, biz dastlab 4-oyning 27 kuni Yevropa Ittifoqining komissiyoni oldida o'tkazilgan namoyishdan bir kun burun biz shu to'plagan 1000 ga yaqin odamningki shu jazolarga turayotgan arxivini Yevropa komissiyoni tashqi ishlar komitetiga yo'lladik. Bularni boshiniga tayinib turib, Xitoy bilan bo'ladigan yillik muzokarada shu jazo lagerlari masalasini shu biz ta'minlagan shu tizimlik shu listga qarab turib, bu Xitoy bilan bo'lgan dialogda bu masala oshkor o'tirib qo'ydi va Yevropa parlamentimi yana biz sungan shu arxivga, tizimlikka tayinib turib, jazo lagerlari masalasida qaror loyihasi ma'qulladi. Masalan, u nimada Yevropa nimasida Amerikada shu o'xshash, masalan biz mayli BDTga qaraylik, Yevropa parlamentiga qaraylik va yoki Amerika kongressiga va yoki boshqa bo'lsak, hammasi dalil isbot talab qilyapti-da. Qo'linglarda bir listi bormi? Jazo lagerlarida turayotgan urug' tuqqanlarning ota-onalarning ahvoliga munosabatda qo'linglarda dalil isbot material bormi degani biz siz deb o'tgan boyqa. Yeshi, jinsi,
Buningdagi tug'ilgan vaqtini tortib bu jazo lageriga kirib ketgan vaqtda turayotgan jazo lagerida turayotgan o'rni qaysi shahar, qaysi lager masalan bo'lsa ham yaxshida sistemali. Masalan, yaqinda Germaniya federal parlamenti inson haqlari komissiyasininki mas'uli Hofer xonim nimaga Xitoyga bordi. Xitoyga borganda Xitoy hukumatidan Sharq Turkistonga ziyoratga berishni talab qildi-da. Xitoyga ziyoratga berishdan burun bizden Dünya Avrupa Merkezi organından maxsus muşu tizimlikni talab qildi. Bulupmu agar chanda bo'lsa Germaniyada yashayotgan Uyg'urlarninki jazo lagerlarida tutib turilayotgan tuqqanlarga oid arxiv bo'lsa, bo'ladi. Yevropa Birligi a'zo boshqa davlatlarda turayotgan Uyg'urlarninki bu vaqtdagi material olsun bo'ldi dedi. Dünya Avrupa vakolatı Asqar Jahatmanda bunga mas'ul bo'lib bir qancha hafta bu topildi, balkim sizlarni ta'minlab berdilar bu haqda nurg'un materialni Asqar Jahatmandimga shunday qilib bu nimaga sungan, ammo Xitoy hukumati ansirab bu yerda o'zining abtibashlisini oshkorlik qilishni ansirab bu Germaniya parlamenti inson haqlari komissiyasininki raisini nimaga kirgizmadi, rad qildi nimaga Sharq Turkistonga berishinde. Demak bu yerda bu nihoyatda muhim siz deb o'tgandek albatta. Bunu hem de muntazamlashtirish uchun mesela Allah razı olsun qarindoshlar ishlatib shuni eskartib qo'yay. Mayli Samat Abla efendim bo'lsin, mayli bu arxiv ombiriga mas'ul Norvegiya Uyg'ur komissiyasininki raisi Baxtiyor Ömer inimiz bo'lsin, u bosh kotib Odil inimiz bo'lsin va rahbarlik hay'atidagi boshqa qarindoshlarimiz bo'lsin, hammasi shu ishlab oilasini qamdab ishdan oshgan vaqtida damlish vaqtlarida damlish kunlarida akşam ertesi bu ishga mas'ul bo'ladi aziz qarindoshlar. Hech qanday bir tiyim bedel talab qilmay hech qanday qilmadim. Ama bularning ishini, xizmatini bularning bu jihatda yapayotgan ishini biroz qulaylaştirishga sharoit hozirlab bersak bu texmi yaxshi bo'ldi. Buni eslatib qo'ydim. Xo'sh, Samat efendim. Onun başkanı bir yerde yana şu guvalık veriş meselesinde ben bir narsani aytib o'tmoqchi, yani ta'kidlamoqchi. Xo'sh. U bo'lsa dastlabda bu guvohlik berganlar o'zining bevosita ota-onasi, o'zining ota-onasi, aka, hada, ini singillari, bevosita o'zining urug' tuqqanlari oilasiga haqida guvohlik berganda dastlab boshlangan vaqtida. Ham bularning soni intayin oz bo'lgan. Endi keyingi vaqtida buningga aloqa vatandan bevosita holda o'zininki hamma odam o'zining ota-onasi, urug' tuqqanlari bular bilan aloqalashib yoki ular haqidan bevosita ma'lumot olish intayin müşkül oldu. Vatandakiler burunqidek ündidar yoki boshqa taratqular orqali, uchur vositalar orqali bu yerga uchur yo'llashga jur'at qilolmaydi. Boshqa yo'llar orqali uchur olishmi intayin müşkül. Shunday sharoitda hamda bu bevosita o'zininki aniq tutilganligi, jazolarga sulanganligi, yo'qolib ketganligi aniq bo'lgan shunday bevosita urug' tuqqanlar haqida guvohlik berish Ninki bu bir cheklimga uchradi. Cheklimga uchraydi tabii. Shunaqa sharoitimizda keyin garchi o'zining bevosita urug' tuqqanlari, oila a'zolari bo'lmagan taqdirdami, ularninki nima bo'lganligini, jazo lageridami, turmadimi, hayotmi, emasmi buni bilinmagan sharoitda o'zinimi men ota-onalarim bilan, oilamdagilar bilan manchilik vaqt bo'ldi. 1 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi, aloqa qilolmadim. Aniki hayat yoki hayat emasligini men bilmayman. Turmada yoki jazo lagerida ekanligini bilmayman. Deb o'sha shaklda guvohlik berildi. Bu mundaq guvohlikmi xili ko'paydi keyin. Endi meni cho'g'a vaqtida endi o'sha shaklda guvohlikmi bunimi berishga bo'ladi. Shaxsan mendimmi bizniki Abdurahmon Hasan qarindoshimiz o'zimning guvohlik berishini ham o'sha shaklda guvohlik bersami bo'ladiganligini boshqa yurtdoshlarning ashunday berayotganligini degan. Men buningga ma'qul degan. Lekin men hozirgacha berib bo'lolmadim. Buning sababi men bir amal qilib bir aniqroq bir uchur olsam shu chog'da shuni o'zi bevosita anadagi shuni desam deb men biroz kutdim. Har xil amallar bilan bir izinib baxtim, bir uchur elishga tirishib baxtim, chunki meniki 81 yosh kirgan, yashinib qolgan, salomatligi nihoyatda ojiz bir onam bahayot. Az bir yildan ashta aloqa qilolmadim, hayotmi, hayot emasmi undan bilmayman. Bugun mushularning o'zida mushuni o'zim bir guvohlik men uchun deb
Onundan başqa özəmdinki inisi, ana hədləri var. Ularningmi men aloqalashmaga hozir uzun bo'lib ketdi. Ularningmi jazo lageridimi, onun sirtidimi, hayot emasmi, onundan xabarim yo'q. Endi mushundaq sharoitda men endi bir azroq bo'lsinmi, bir aniqroq biroz uchurni olsam, shuning ostidan bir uchur bersam, bir guvohlik bersam deb qilsam, uningga menga qodir bo'lolmadim. Şoňa men şu bir neçe gün içinde men yani resmi öz aldım özüm şahsi namımdan xuddi başqa yurttaşlar qilgandagidek men guvohlik beraman. Men bugun müşahada azroq bir başlanish bo'lib qolsa. Allah razı olsun. Chiqimdan maqsadim özümüzningki şu hammamiz ailemizdagilar bilan o'rtoqlarimiz bilan aloqalashamiz. 2 yil, 1 yilda necha oylar bo'ldi. Shularninki biz aloqa qilmadim. Ular palanchi mesela anam yoki dadam mancha yosh, inim yoki singlim yoki adam, mening oilamdan mama kishilar bor. Ularninki o'lik yoki tirikligini bilmadim. Deb mushaqqida guvohlik bersak, buning o'zimi guvohlik bo'ladi deb o'ylayman. Yurtdoshlarimi, vatandoshlarni shu shaklda guvohlik berishga tashabbus qilsak bo'ladi. Bo'libmi bu shu o'zimiz turayotgan davlatlardagi hukumatlarga shu shaklda guvohlik berishniki ahamiyati bor. Chunki biz shu davlatningki fuqarosi yoki shu davlatda yashayotimiz, bu davlatningki qonunlariga bo'ysunib, ishlab, shu davlatimizning hassini qo'shib yashayotimiz. Demak, bu davlatningki biz bu davlatning garajdan bo'lgandan keyin bu o'zimiz yashayotgan davlatlarning bizning haq huquqlarimizni qo'g'dash, bizga ko'ngil bo'lish majburiyati bor albatta. Shundan keyin biz o'zimizning oilasidagilar bilan aloqa qilishmaganligimiz uchun bu tufayli o'zimizningki ro'yi jihatdan tatgan azoblarimizni, iztiroblarimizni shuni guvohlik bersak, buni shu davlatning tilida bersak, hammamiz o'zimiz yashayotgan davlatlarning tilidan bersak yoki uni Uyg'ur tilida berib, uni shu davlatning tilida tarjima qilib bersak bo'ladi. Shuni o'zimiz turayotgan davlatlarning hukumatlari, munosabat organlariga yo'llasak, buning o'zimi bir yaxshi guvohlik bo'ladi. Ham shu davlatlardagi hukumatlar va tashkilotlarningki shu jazo lagerlari va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan shu inson qalbidan chiqqan vahshiyona qilmishlarini fosh qilish uchun buniki ahamiyatni cho'ng bo'ladi deb qarayman. Albatta, bu masalan hozir Uyghur xalqini Sharq Turkiston xalqini jiddiy andishaga solayotgan jiddiy bir ahvol bor. Chunki millatimiz hozir jiddiy bir xavf ichidan. Masalan hozir mayli Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsin, Yevropa Ittifoqi bo'lsin, Amerika parlamenti bo'lsin va yoki ba'zi demokratik davlatlar parlamentlari bo'lsin, xalqaro huquq tashkilotlari bo'lsin, umumyüzlük jazo lagerlari masalasida Xitoyga intayin qattiq bir besim qaror loyihalari ma'qullandi. Masalan, Amerikada huquq qonun loyihasi, ya'ni Uyg'urlarni qo'llash qonun loyihasi hozir masalan bir qism Avam palata, Kengash palata a'zolari tomonidan Kongress sunildi. Endi bu muzokara bosqichida. Undan keyin bu yana Amerikada masalan ba'zi Kengash va Avam palata a'zolari bu Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qarta yapılgan cinayet qilmishlari uchun, irqiy qirg'inchilik uchun Chungchanggo boshchiligidagi rahbarlarni bu Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash masalasini kun tartibda vami bo'lmi jiddiy Amerika kongressida bo'lsin va yoki hukumat organlarida bo'lsin talash tortish qilib. Biz bu guvohlik berish masalasida hargiz bo'shab qolmasligimiz kerak. Texnik xalqaroning kuchli bir besimini qo'lga keltirish uchun Xitoyga qarata tirishishimiz kerak. Chunki hozir xatarlik bir yuzlanish va endi bu mustabid, muttaham, qonun tanlamaydigan, ondan keyin shunda bir mustabid hokimiyat hamda bu hozir shu butun abdibashasi oshkorlandi. Jazo lagerlarininki 2 dunyo urushidagi Nazi kamplarning hech qanday farqi yo'q. Bir narsa ishkanligi xalqaro matbuotlar tarafidan, chet el istixborotlar tarafidan isbotlanyapti. Chaushliqlik ama yana yuzini daddak qilib bu kasbiy tarbiyalash markazi bu jazo lagerlari yo'q, u bu degan nimasida hozir rasvolachi buningda ching turyapti. Ham texim haddidan eshib, hozir Sharq Turkiston jazo lagerlaridagi turmlardagi Uyg'urlarni 10 minglab, 100 minglab hozir Xitoyning toki Xeylongjang, Sharq Shimol, burunqi Manjuriya. Bu taraflarga olib borib, aşağıda
Uyg'urlarni aşağıda singdirib yo'qotish uchun bir suiqasd planlayotdi va buni qadam bosqich holda ijro qilyotdi. Bu masalaga kelgan vaqtida az qandoshlarim bayam deb o'tdim. Voy falon tashkilot guvohchilik nimasi qilibdi, uning bermaymiz, falonchiga beramiz, pistonchiga beramiz, buning bermaymiz deydigan bir nimada bo'lmaydimi deb eskartib o'tdim. Bu milliy bir masala bu. Bir tashkiliy masala emas, bu milliy bir masala. Shunga bu millat sifatida bu masalani millat sifatida ega chiqishimiz kerak va bu xil guvohlik berish işlerini bunundan keyin texmi muntazam, sistemalik, planliq bir şekilde yapışımız gerek ki bunu günden günge bunu kuchaytirishimiz ve canlandırışımız gerek. Şahitlerin sonu qancha ko'p bo'lsa, biz hozir chet elda milliondan ortiq Uyg'ur yashaydi deymiz taxminan hamda. Zaten G'arb davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarning 40 mingdan 50 minggacha yoki 30 mingdan 40 minggacha deymiz hamda. Biz hozir shundoq turib, yana bu 1 yildan ortiq bu kompaniyani olib boryapmiz hozir, lekin bir sonni 5 mingga yetkazamiz hamda. Guvohlik beruvchilarniki muntazam shaklda, masalan, sistemlik, planlik shaklda guvohlik beruvchilarniki sonni 5 mingga yetkazamiz qarindoshlar. Bu ichinishli bir ahvol. Biz uchun shunga bu masala kelganda, Samat apandim degandek, bu masala biroz jiddiy muomala kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Yana birisi mishada gapingizni bo'lib o'tdim. Bir eskartib qo'ydigan bir masala, ya'ni men yolg'iz men emas, xil ko'pchiligimizni afsuslantirayotgan bir masala bor. Xo'sh. U bo'lsa ham shu vatanda yaqinqi 2 yilning ichida hozir bir qancha yuz bizningki donliq mashhur ziyolilarimiz, professor doktorlarimiz, anadayken bizning donliq san'atkorlarimiz va yana jamoat arboblarimiz nihoyat nurg'un sonda tutib ketildi, turmalarga jazolarga solindi. Ba'zilarininki izlagan bilmayman. Bu hamda shu Xitoyning bir vatanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligininki yana bir namoyandasi, buningki bir isboti, po'latdek isboti. Chunki ular Xitoy deyotgandagidek, ular hech qachon Xitoycha o'rganishga muhtoj emas, tarbiyalanishga muhtoj emas. Endi bu yerda shu bizningki mashhur kishilarimizningki ma'lum sonda farzandlari chet ellarda o'qiyotdi yo xizmat qilyotdi, buni biz bilamiz. Shaxsan menmi bir qanchani bilaman. Endi uni ismlarini bir atab o'tirishning hojati yo'q. Endi nimishqa bu gapni deysam degan vaqtida endi shu bizningki mashhur ziyolilarimiz, bizning shu mashhur kishilarimizningki chet eldagi farzandlarning ichida bir nihoyat oz, faqatla bir shiko'lan. Shaxsan shu bizningki Ilhom To'xti muallimninki qizi, Amerikadagi qizi nihoyat jonliq faoliyat olib boryapti, dadasiniki davosini qilib. Ammo shu boshqa keyingi mezgillarda qo'lg'anib ketgan, tutilib ketgan ziyolilarimizningki hozir bolalari jim sukutni saqlayapti. Buni hech men va boshqalarimiz deyishib qolamiz, buni tushunmayapmiz. Ularningki ota-onalari vatanda tunilgan donliq ziyolilar, bizningki eng suyumli qadrdon kishilarimiz. Ular ashundoq badal to'lab hozir turmalarda hech nimadan yo'q, faqat millat ularni so'yganligi uchun, ular millatga bir Uyg'ur sifatida o'zining vijdoniy burchini ado qilganligi uchun, millat ularni qadrlaganligi uchun, beshig'ib ko'targanligi uchun ular jinoyat bo'lib qoldi bugun. Endi ularning farzandlari ular uchun chet elda erkin dunyoda ularning bir sadosi bo'lib, mening dadam, mening onam, mening opam. Bular men palonchi bular shundoq tutib ketdi, gunohsiz deb o'tirib chiqolmayotganiga men nihoyatda afsuslanyapman. Endi shundoqla men o'ylayman, shu bizning mashhur ziyolilarimizningki, shu tunilgan shaxslarimizningki, tutilib ketgan shaxslarimizningki farzandlari uyushib bir guruh bo'lib tashkillanib, chunki ular o'qigan. Ko'pincha chetlar nihoyat yaxshi maktablarda o'qigan bilamiz. Ular til biladi. Ular maktablarda, universitetlarda o'quvchilar, o'qituvchilar bilan aloqa qiladi. Ular bir guruh bo'lib uyushib, o'zlarining ota-onasi tutilib ketgan shu oilasiga haqida guvohlik berib va buni oliy maktablarda, anadagi shu akademik muhitlarda, chet el hukumatlariga har xil shakllarda bular guvohlikdan bersa, buning ta'siri yanada zo'r bo'ladi. Albatta. Yanada zo'r bo'ladi. Men shu jihatdan biz hozirgacha sukut qilayotgan shu bizningki mashhur suyumli qadrdon bizningki sarxil shaxslarimizningki chet ellardagi farzandlarini men shu jihatda dodil bo'lishga
батырлық bir g'ayrat ko'rsatishga ota-onalari ko'rsatgan shu g'ayratni bularning ko'rsatishini umid qilaman. Endi bu yerda bir masala bor. Buni ularniki sukut qilishida ba'zi ma'lum jihatlarda ular biz o'tirg'i chiqsak, ularni texim ishkiri tiqib etib, ularga texim ig'ir ziyon yetamiki degan bir andish bo'lishi mumkin. Dastlabda guvohlik berishga boshlagandimi, guvohlik berganlardimi, guvohlik berganlarning oz bo'lishi shu sababdan bo'lgan. Garchi bilib tursimi, men guvohlik bersam, o'tirg'i chiqsam, ularni texim ig'ir jazolarni berib, yo'qib o'tamdikin, jim tursam balki ularga bir osonchilik yoki ularni qo'yib o'tamdikin degan shunda bir bir umid bo'lgan. Lekin qarasak, unda bo'lmaydiganligini ko'rdik. Bo'lmaydiganligini ko'rdik, o sukut oqmaydiganligini ko'rdik. Sukut qilgan sari tutulyapti, teximchi tutulyapti, texmi ishkir tutulyapti. Aksicha o'tirg'i chiqib, dodillik bilan guvohlik bergan, so'zlagan Xitoyni fosh qilganlarniki ba'zilarining oila tabatlari, ota-onasi oilasikilarni qo'yib etganligini bildik. Demak, bu yerda hozir sukut qilishdan hech sukut qiladigan vaqtni o'tib ketdi. Qiladigan vaqtdan sukut qilsak, jim tursak, balki uningga bir ziyon yetmasmiki deydigan bosqichni o'tib ketdik, qarindoshlar. Voy, Samat efendim, sizning shu jihatdan bir o'ylashimiz kerak, o'zimizni yana bir qatim silkishimiz kerak. To'g'ri dedingiz. Bayımı bulluqning bayaq taklifingiz menga ayt yoqdi. Masalan, shu sarxillar hamda vatan ichida millatninki bular sarxillari, oqillari hamda gavharlarida hamda bularninki ko'pinchisiniki qarasak vatan ichida balchaqisi vatan ichida hamda. Va hatto Amerikadan tortib Avstraliyagacha, Yevropagacha bor xili nimaniki sarxil Uyg'urlarning sarxillarning hozir jazo lagerlari. Bu ashlarning farzandlarining bir guruh bo'lib shakllanib, o'ttirg'i chiqishi buning ta'sirining texnik cho'ng bo'lganligi bu haqiqatan yaxshi bir taklif bo'ldi. Chunki bu isbotlangan bir narsa. Bay siz misol keltirdingiz, Ilhom To'xtiningki qizi Javhar xonim ninki dodillikli o'ttirg'i chiqib qilishi va Ilhom To'xti masalasining bugun xalqaro bir masalaga aylanishi hamda xalqaro bir masalaga aylanishi. Bu nihoyat obdan ekan. Buni ben şahsen Samet abla efendimdeki bu teklifini şu arkadaşlarımızdan tavsiye kılıyorum. Hoş Samet abla efendim yana ahırda sizinki kıldığın kandak tavsiyeleriniz var. Ahır bulmuş o ceza lagerleri meselesi guvalıktan beriş meselesi de yana koşun kandak fikirleriniz var. Ne olursak onun dikine asaslar sohbetimizde ahırlaştırırsak. Buludu. Endi oxirida meniki qisqacha bir deb qo'ydigan so'zim vatandoshlarımızga, qarindoshlarımızga vatanda bo'layotgan ahvolni buni so'zlashning hojati yo'q. Bu tarixda misli ko'rilmagan bir zulm, qirg'inchilik bo'lyapti. Buni butun dunyo hamda hozir irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi jinoyat deb atashga boshladi. Albatta buni shunday qo'yishimiz kerak. Demak, Bütün bir millet, Uyghur milleti hazır qirg'in qilinish, yo'q qilinish bir xavfiga duch keldi. Bir yilni yanqisi shunchalik tirishchanlikni ko'rsatdik. Dunyo buni bildi. BDT, Yevropa parlamenti, har qaysi davlatlarning parlamentlari buni angladi, bildi, so'zladi. Xitoy buningga hech bir bo'shaydigan yoki buningga bir keyingi chekinadigan bir yerini ko'rmayapmiz. U aksicha yenidan bir şekiller bilen, yenidan bir taktikalar bilen bunu texmi rivojlantirib, uni yaqinda olgan xabarimizda mana boya siz deb o'tdingiz. Nihoyat nurg'un sonda balki 500 ming millionlab 1 milliondek Uyg'urni Xitoyning ichki o'lkalaridagi maxfiy shunday turmalarga, jazo lagerlari qurilgan lagerlarga yo'tkayotganligi xabarini oldim. Bu texmi qo'rqinchli. Bu texmi qo'rqinchli. Endi mushundaq ahvolda biz qo'limizdan nima kelsa, shuni qilishimiz kerak. Guvohlik berishimiz kerak, so'zlashimiz kerak. Necha vaqtdan bir yilni yanqisi, 2 yilni yanqisi qilgan harakatlarimizni, namoyishlarimizni, faoliyatlarimizni, da'voyimizni davomlashtirishimiz kerak. Yana bir jihatdan yangi bir yo'llar ustidimi? Texmi unumli bo'lgan boshqa bir yo'llar ustidimi dardimizni texmi dunyoga to'ntadigan Xitoy bir besim shakllantiradigan Xitoyni bu jihatda shu hozirgi yurgizayotgan shu ashaddiy siyosat haqida bir o'ylanishga, uni to'sashga
yol açadigan başka aşındaq imkoniyatlar ustidimi hammamiz boshqa turishimiz kerak. Ham undan boshqa yana birisi bu yerda guvohlik berish hammamizning qo'lidan keladi. Ammo siyosiy bo'lish hammamizning qo'lidan kelmaydi. Hammamizningki qurultayda yoki boshqa tashkilotlarga kirib, uningda vazifa elishimiz va u yerda xizmat qilishimiz shart emas. Boshqa shakllar bilan qilishga bo'ladi. Xizmat qilayotganlarni, hozir oldingi safda qilayotganlarni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashning o'zi nihoyat buyuk xizmat. Hozir shu kunda biz hozir odam kuchiga shunchalik ehtiyojliq mana shu dunyo huquq qurultiyi hozir dunyo huquq qurultiyi bo'lsin, mayli boshqa tashkilotlar bo'lsin, hozir 100 odam kecha kunduz mushu da'vo, mushu jazo lagerlar Uyg'urning dardini dunyo anglatish uchun xizmat qilsa, bu hozir yetishmaydi bizga. Ammo imkoniyatimiz intayin chekli. Mushundaq sharoitda xalqimizningki qo'lidan keladigan, qila oladigan, hammasi qila oladigan bir ish bor. Moddiy jihatdan bo'lsa-mu, mushu tashkilotlarni xizmat qilayotganlarni qo'llash. Ularni bir hozirgidek mushundaq millat bir tahdidga, xirqqa duch kelgan mushundaq jiddiy paytning o'zida o'zining kundalik tirikchiligi, o'ziniki turmush g'amini bir tashlab qo'yib turib, mushu vatan millatning xizmatiga o'zini otiy oladigan vaqti, zehnini mushuni qilib bera oladigan mushu jiddiy paytda ashuningga bir imkoniyat yaratib beradigan bir sharoitni hozirlash uchunmi bu hammamizningki bir yordam ko'rsatish, hamma Sharq Turkistonlikning, butun Uyg'urning qo'lidan keladigan bir ish. Qo'ldan keladigan ish. Mushu vaqtda o'zimizningki bir qo'ldan kelgan xizmatni qilsak bo'ladi. Ish qilib jim yotsak, qancha sukut qilsak biz tugaymiz. Taqdirimiz texmi echinishlik, texmi qo'rqinchli bo'ladi. Buni biz bilishimiz kerak. Shunga harakat qilaylik. Qo'limizdan nima kelsa shuni qilaylik. Biz qilolmasak, qila oladiganlarga boshqa jihatlarni yordam qilaylik. Shunday qilib millatimizni bu xatardan, bu dahshatli fojiadan qutuldirishga bir hassimizni qo'shaylik. Rahmat Samet abla efendim bergen etraflı bir malumatınız için. Buna ait mühim bir temetdi. Qarindoshlarimiz to'xim mushaq savol so'raydi. Bu vaqtda buna ait yaxshi bir ilmiy bir izohat berganingiz yaxshi bo'ldi. Inshaalloh bu muhim bir tema, bundan keyin cho'ng bir tema. Har holda bundan keyin bu tema haqida yana cho'ng konkret yana cho'nqirlik oldi. Biz sizga tekrar Allohdan bugun öptümiz berganligingiz uchun qimmatli bergan fikrlaringiz rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizga, xayr xo'sh. Sizga rahmat. Xayr. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Sizlarning ko'rayotganinglar Dunyo Uyg'ur qurultiyi tomonidan tasdiqlangan Tor televiziyasining naq maydon suhbat programmasi aziz qarindoshlar. Bugungi suhbatimizningki asosiy temasi programmamizning beshida deb o'tgandek jazo lagerlari masalasida guvohlik berishning usuli va konkret ishlatlari. Bu jazo lagerlari masalasida guvohlik berish xizmatini tizimlashtirish, qalblashtirish tirish masalasi bo'ldi. Bu haqda sizlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakolatan shu jazo lagerlari masalasida guvohlik berish xizmatiga va kompaniyasiga mas'ul Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki ijro komiteti ma'muri Samet abla ko'rgazib qamat qilib turayotgan Samet abla bilan suhbat o'tkazdik aziz qarindoshlar. Qurultiyimizga vakolatan Samet abla Nurgiyadagi mas'ul va bizningki jazo lagerlari guvohlik berish arxiv omburimizga Nurgiya Uyg'ur komitetininki mas'uli, raisi Baxtiyor Umar efendim ular mas'ul bu xizmatni aytib shaklda hozir tamamlashtirib o'tadi. Yozma shaklda guvohlik berishni orzu qilgan qarindoshlarimiz ular bilan bevosita aloqalashib bo'ladi va yoki bevosita aloqalash imkoniyati bo'lmasa, o'zlari turayotgan davlatlardagi tashkilotlarga yozma shaklda mushaqda guvohlikdan berish bir yerda davomlashtirish bo'ldi. Az qarindoshlar bayri Samet ablam deb o'tdi. Harakat qilsak barakat. Chuqur inshaalloh biz zo'r tirishchilik bilan bu jazo lagerlari masalasini xalqaro zo'r bir voqea holiga keldi hozirgi sharoitning o'zida. Tarz g'ayrat qilgan bir vaqtimiz. Biz shunday qilib bo'shab qolsak, bu xalqlarningki kun tartibidan kuchli Xitoyga ta'sir ko'rsatadigan Amerikaga o'xshash kuchli davlatlarning kun tartibidan chiqib qolsa, u vaqtda bizningki bo'lgan bu tirishchiliklarimiz bekorga ketadi. Bu yerda Xitoyning xo'riga yana oshadi. Xalqimiz qaratgan bu yerda irqiy qirg'inchilik qilmishlarini yana bu yerda qo'yishga vahshiylashtirish aziz qarindoshlar
Shuning uchun bu masalaga hammalarni ahamiyat berishinglarni umid qilaman. Aziz qarindoshlar, Janob Alloh ulug', Janob Alloh qarang'usin. Janob Alloh xalqimizni o'zi. Allah xalqi omon bir kun birlik, bir mustaqil o'qib erishib. Umidimizni yo'qotmaydigan bo'lsak, umidlarla yashaydigan bo'lsak, hamon bir kuni biz bu g'oyamizga cho'qimiz inshaalloh. Xo'sh, aziz qarindoshlar, shuning bilan bugungi bu programmamizni inshaalloh oxirlashtirmoqchi. Hammalarga tekrar minnatdorligimni bildiraman va hammalarga xayrli oqshomlar, xayrli inshaalloh kelar qatimda görüşelim. Görüşke aman bulan xayr xo'sh.